hammamiz jannatni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz jannatga kirishni va uning oliy darajalarga yetishlikni xohlaymiz. Hammamiz do'zaxni yomon ko'ramiz. Do'zaxga kirib qolishlikdan, do'zaxga ahil bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh tilaymiz. Alhamdulillah robbil alamin musulmonmiz. Robbimiz bizga amr qilgan, buyurgan buyruqlarni bajaramiz, lekin bajarayotganimizdan ko'ra mukammalroq bo'lishligini xohlaymiz. To'g'rimi? Ana shu amallarni mukammal suratda bajarish bizning foydamiz ekanligini bilamiz. Shuning uchun mukammalroq qilaylik deymiz. Amallarimiz yana ham chiroyli bo'lsin deymiz. Ammo doimo bunga qodir bo'lavermaymiz. To'g'rimi? G'ayrat bilan, jiddiy jahd bilan, shijoat bilan bir ishni boshlaymiz, ammo bu g'ayratimiz uzoqqa bormay qoladi. Tanish manzarami? Bo'ldi, ertadan boshlab bomdodni masjidda o'qiyman deysiz. Bomdodda o'qiysiz, ertasi kuni o'qiysiz, keyin yaxshi bo'lib qolasiz.